Yer yuzidagi odamlarning ko'pchiligi bir mahallar quyoshga sig'inganlar. Nuri bilan odamlarni boqqan, to'yintirgan, isitgan, ularga rizq va nasiba bergan oftob hurmati ayni shu boisdan ulug', aziz, muqaddas bo'lgan. Mening nazarimda esa ustoz, muallim qadr qimmatini ham quyoshga mengzash mumkin. Zotan muallim inson tafakkuriga shu qadar ziyo, nur, shuur baxsh etadiki, bu nur atrof zim-ziyo bo'lganda ham yorug' bir mayoqdek atrofni yoritib turadi. Shu bois aytadilarki, ustoz muallimsiz qolsa gar jahon, gar ular mehridan etsalar judo, zulmat ichra qolib ketardi zamon, ma'rifat kelajak bo'lardi ado. Zabardast alloma shoirning bu fikrlarini tinglab, beixtiyor unga qo'shilamiz. Zero dunyoni ma'rifat qutqaradi. Mamlakat shon shuhratini bilimli kishilar ko'taradi. Bizning mamlakatda ham qadim-qadimdan ustoz otangdek ulug' degan naqlga amal qilib kelganlar. Bu naql asrlardan asrlarga o'tib bizgacha yetib kelgan. Ustoz qadri, qimmati doim baland tutilgan. Bugun men sizlarga hikoya qilayotganim Marg'ilon shahridagi 29-umumta'lim maktabida. Bu yillar mobaynida yaxshi bir an'anaga aylangan. Jamoa bu yerda uzoq yillar mehnat qilib, nafaqaga kuzatilgan, shafqatsiz yillar Dorilfanodan Dorilbaqoga olib ketgan ustozlar nomini hamisha hurmat, e'tibor bilan yodga oladilar. Qabristonlarga borib, Qur'oni Karimdan oyat tilovatlar qilib, ularning ruhlarini shod etadilar. Zero umr deganlari g'animat bo'lib, ustozlarning shogirdlar qalbiga bergan nurlari, ongiga quygan tafakkurlari mangu barhayotdir. Shu jihatdan qaraganda, ular umrini mangu deyish mumkin. Umr deganlari g'animat dedim. Bosh ko'tarib atrofga qarasak, kuni kechagina yonginamizda jarayon yurgan kimnidir bugun chin dunyoga kuzatgan yoki kuzatayotgan bo'ladilar. Ular faqat mana shu yerdagina chinakam orom topadilar. Ana shunday kezlarda uzoq o'yga tolaman. Ularning ortidan yo'qlab kelguvchilar, kelib Qur'oni Karimdan bir nechagina oyat tilovat qilguvchilar bormikin? Ular
bu yorug' dunyoda nimadir qilib ulgurganmikinlar? Biror bir yaxshi amallari bo'lganmikinki, kimnidir ularning qabri tepasiga kelishga majbur qolsa? Bu yerda yotibdi marhumlar va mangu zulmatga mahkumlar. Ularning yodini saqlamoq uchun bormikan amallar, ahkomlar? Huvillab mizg'iydi qabrlar. Kimgadir qilingan jabrlar, g'amlarni yengolmas matonat, tugaydi bardoshlar, sabrlar. Dunyoda har narsa bo'ladi unutilar yo'llar, yillar, tuyg'ular. Unutilar hatto ilk sevgi dardi, unutilar shodlik, alam, qayg'ular. Va kimdir men sendan zo'r deydi. Va kimdir sen mendan g'o'r deydi. Unutilar hatto mansab, martaba, metindek qasrlar, bir kun dabdala. Faqat bitta narsa mangudir abad, faqat bitta narsa doim barhayot. Ustozlarning shogirdlarga chin muhabbati, shogirdlarning ustozlarga chin sadoqati. Bunga fido qilsang arziydi joning, bunga qancha fido bo'lsang shuncha oz. Bir kun qabring uzra eslasa noming, qabring uzra kelib yig'lasa oz.
aynan umr g'animat bo'lgani uchun diydor ham g'animat. Bir-birimizni ko'rib turish, hol ahvol so'rash ham qarz, ham farz. Do'stlar, yaxshilarni avaylang, asrang. Salom degan so'zning salmog'in oqlang. O'lganda 100 soat yig'lab turgandan tiriklik chog'ida 1 soat yo'qlang. Donolar dunyodan rihlat etganimizda qabrimiz uzra yig'lay olishlari uchun tiriklik chog'imizda farzandlar ko'z yoshlarini asrashimiz zarurligini uqtiradilar. Bu degani faoliyatimiz, yozgan umr kitobimiz farzandlar uchun, atrofdagilar uchun hamisha ibrat bo'lishi kerak. Yashashga, ishlashga, o'zimizdan iz qoldirishga hamisha shoshilishimiz kerak. Sen dunyoga kelgan chog'ingda hamma shodon edi, bitta sen giryon. Shunday yashagilki, ketar chog'ingda hamma yig'lab qolsin, sen esa xandon.
har gal bu qutlug' dargoh ostonasidan qadam bosib kirar ekanman. Shundaygina kiraverishdagi qanday sehring bor ekan maktab yozuviga ko'zim tushadi. Zotan maktabda o'zgacha bir sehr borligini hammamiz hamisha bilib turamiz. Shu yerga kiriboq yuragimiz boshqacha urayotganligini, vujudimizni o'zgacha bir his hayajon chulg'ayotganligini sezamiz. Bu balki ilk bor o'zligimizni shu yerda taniganimizdandir. Balki eng sodiq do'stimizni shu yerda topganimizdandir. Bu balki ilk beg'ubor va bejavob sevgiga shu yerda asir bo'lganimizdandir. Bu balki bolaligimizning eng shirin, eng aziz onlari bir umrga shu yerda qolgandandir. Har qalay bu savolga hozirgacha javob topganim yo'q va boshqalar da shu paytgacha javob topishga ojizlar. Balki bu javob navnihol o'quvchilarning ko'z yoshlaridagi mana bu nuqradek tomchilarda aks etgandir. Axir maktab bilan, ustozlar bilan xayrlashmoq osonmi? Aziz ustoz, mehri ummon, qalbi osmon muallim, sizning yorug' va charog'on ko'zlaringizda Alloh bergan pokiza bir nur, betakror bir shuur, tengsiz bir ziyo porlaydi ustoz. Yuzingizda nuroniylik, mehr, sehr bor. So'zlaringizda dunyolar sehri, olamlar mehri bisyor ustoz. Siz bizni deb uzun tunlarni tonglarga bedor ulaganingiz, bizni deb o'z oromingizdan voz kechganingiz, rohat va farog'atni emas, zahmat va mashaqqatni tanlaganingiz rost, muallim. Bugun boshimiz quyi, qo'limizda anvoyi gullar bilan huzuringizga kelmoqdamiz, aziz ustoz. Siz uzun tunlarni tonglarga ulab, bizni deb umringiz o'tib bedor, onadek beozor, mayin erkalab, koyishingiz hali ko'p qilar xumor. Olamda umrlar turarkan sobit, to tog'lar turarkan osmonni o'pib, shogirdlar kelurlar, gullar ko'tarib, ustozning poyini ming tavof etib, sizga dunyo zari
havasmas birost. Siz bizga eng aziz, a'lo, muqaddas. Rostlik, to'g'ri so'zlik faqat sizga xos. Biz sizga ming yillar qilamiz havas. Ko'ngillar mehriga yo'g'rilgan bugul, sizga bor mehrimiz etib payvasta. Oradan shuncha yil o'tdi-yu bugun biz ham ulg'ayibmiz. Qarang bir pasda. Bu gullar nimamish? Sizga dunyo kam, sizga fido mudom jon u qonimiz. Ishoning, o'tmaydi aslo sira ham sizni eslamasdan biror onimiz. Ustoz deganimda aziz, muqaddas, ul munis chehrangiz bo'lur namoyon. Sizga bul tutganim gul emas havas. Ustozlar, biz sizga maftunmiz junon. Quyoshga o'xshaydi sizning mehringiz. Sarhadsiz, behudud ulkan bir ummon. Ustoz, bilmam sizning qanday sehringiz ko'zlarga baxsh etib ko'zgudek jahon. Mehri daryo, qalbi dunyo muallimlar, ayyomingiz muborak bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling. Bayramingiz yana bir bor qutlug' bo'lsin azizlar.
sinfdoshlarim, qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim. Xayr endi sinfdoshlarim. Bor ekan maktab, bizga mehring yor ekan maktab. Dilda orzu to'lib toshganda, dunyo sendan tor ekan maktab. Qanday sehring bor ekan maktab, bizga mehring yor ekan maktab. Dilda orzu to'lib toshganda, dunyo sendan tor ekan maktab. Armonim sen qadrdon kunlar, darmonim sen bearmon tunlar. Olov bo'lib kuydirar hamon yoshlikdagi dardli uchqunlar. Armonim sen qadrdon kunlar, darmonim sen bearmon tunlar. Olov bo'lib kuydirar hamon yoshlikdagi dardli uchqunlar. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. 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 Aziz tomoshabin, men bugun sizga maktab haqida qasida hikoya qilmoqchi edim. Netonki bu qasida ustoz haqidagi qasidaga aylandi. Axir muallim va maktabni bir-biridan ayro tushunib bo'lmaydi. Biroq haqiqat shuki, siz tinglab tomosha qilgan qasidaning muallifi, yaratuvchisi men emas, balki tobora yuksak marralarni ko'zlab borayotgan jamoaning o'zidir. Bunday yaratuvchi bunyodkorlarga murg'ak etdan hazrati insonlar yaratayotgan ustozlarning umrlariga yaratganning o'zi barakot ato etsin. Zero hadis shariflarda aytiladiki, yaxshilik, ezgulikning hamisha ajru mukofoti bor.